haqiqiy boy odamda kibr, manmanlik bo'lmaydi degansiz. Sizni gapingiz bu. Bilasiz-a? Bugun o'zi bizda haqiqiy boylar ko'pmi yoki o'zini boyday ko'rsatadiganlar ko'pmi? Agar siz o'zingizning holatingizdan qalbingiz xotirjam bo'lsa, siz dunyodagi eng boy odam. Siz o'zingizni nima deb o'ylaysiz? Boy insonman deb o'ylaysizmi? Xotirjamman-ku. Xotirjam. Ko'ngil xotirjamligini nima beradi insonga? Har yangi ochgan eshigim oldingisidan ko'ra boshqacharoq bo'lib kelyapti-da. Hali qidirgan eshigimni topdimmi, topganlarim o'zi qidirganlarimmi aniqlay olmayman. U qachon aniq bo'ladi? U menimcha umrda oxiriga borib aniq bo'ladi qaysi eshik to'g'ri eshik ekanligi. Bu toshli yo'llar, qiyin yo'llar sizni charchatmayaptimi? Kimni ko'rsangiz ko'proq narsa ko'tarib kelayotgan bo'lsa, qiyin yo'ldan yuryapti. Oson yo'llarda hech narsa qolmagan, hammasini terib ketishgan. Qolmagan. Faqat mana shu natija qiyin yo'llarda. Hayot haqiqatni yaxshi ko'radi. Vaqti kelib, hamma narsani o'z joyiga qo'yadi. Futbolga bo'lgan mehrim, o'zi futbolga qiziqaman, yoshligimda futbol o'ynaganman-u, lekin u yerda u futbolga bo'lgan mehrim emas edi. U O'zbekistonga bo'lgan mehrim edi. U paytda O'tkir Yusupov O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqqandi. Ko'p joyga boramizda O'zbekistondanman desam, Pokiston, Hindiston, Afg'oniston deb qoladi. Odamga 40 million aholisi bor davlatni tanimayotganlar alam qilar edi. Endi shunga toshga qo'ydik. Xudoga shukr. 3 xonali uy arziydimi? Arziydi. Shuning uchun berdim.